بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Bütün hamd sanalar, maqtashlar ve alqishlar alemlerin Rabbi Allah'a olsun. Bütün yaxshi aqibat ve muvaffaqiyatlar o'shalarga bo'lsin. Salat ve salam, aman esenlikler, qo'llash ve destekler bu Allah'ın peygamberi, shundaqla bizning rahberimiz Muhammed aleyhisselamga bo'lsin. Onun ailesiga, sahabalarga ve kıyametkiçe onun yolundan mangan yoldaşlarga bo'lsin. Amin. Esselamu aleyküm qadrlik Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar. Bugungi suhbatimiz Sure Ahzab 70. ayet. 70 ve 71. ayet. Esli 72-73. ayetlerine ötkendeki sohbet sözlep bo'lgan. U mezmun eg'irroq bo'lg'achqa bu oyatni tashlab o'tib ketgandik. So'zlangan vaqtda darsimizda bu dunyoning kurash maydoni ekanligi, jang maydoni ekanligi, jihad maydoni ekanligi so'zlangandi. Unda bo'lgandan keyin bu maydonda nima ish qilishimiz kerak degan vaqtda Allah bu mushu jang maydonida, mushu dunyo degan jang maydonida nima ish qilishimiz kerak, nereden başlashimiz kerakligini Rabbimiz mushu oyatda deb turdi. Shuning uchun bu oyatni bugungi suhbat temasi qilishning sebebi shu. Allah subhanahu va taolo bu oyatda shunday deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallazina amanu ittaqullaha ve qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum ve yaghfir lakum dhunubakum ve men yuti'illaha ve rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim. Ey iman etken kişiler, ey Müslümanlar, ey müminler, ittakullah, Allah hakkında bek hoşyar bulanlar. İttakullah, takva bulanlar deyin gep, bek hoşyar bulanlar deyin gep. Ve kulu kavlen sediden. Hoşyar bolgandan keyin sizler nayet sağlam gep kılanglar. Doğru sözlerini sözlanglar. Muşunda kılgan vaqtında yuslih lakum a'malakum. Allah sizlerning amellaringlarni islah qiladi, qilgan amallaringlarni salih amalga aylantirib turdi va yaghfir lakum dhunubakum. Gunohinglarni mag'firat qiladi. Kechirim qilib yetadi. Va men yuti'illaha va rasulah. Kimki Allohga itoat qilsa ve Allah'ın peygamberiga itoat qilsa, billah Allah'a ve Allah'ın peygamberiga billah itoat qilsa, bu adam en büyük muvaffaqiyat qozongan kishi bo'ladi. Endi qarindoshlar, birdan seçsek bu oyatninki kelimelerini. Allah bu yerda iman etqanlarga xitob qilyapti. Allah'a ishonganlarga. Ey bandilarim, bana ishongan bo'lsanglar, mening roziligimni deb mush dunyoda bir ish qilay, yaxshi ish qilay, salih amal qilay, g'alabaga erishay, muvaffaqiyat qozonay desanglar, birinchi qiladigan ishinglar Allah haqqida hushyor bo'lasizlar. Nima degan gap Allah haqqida hushyor bo'lamiz degan gap? Masalan, bir mu'minning, bir musulmonning eng oxirgi g'oyasi nima edi? Allohni rozi qilish. Allah rızası için iş kılış. Yani Allah'ın razı kılış için iş kılış. Her qanday işini başlaydigan vaqtda men bu işni Allah rızası kılış, Allah'ın razı kılış için qilaman deb başlaş. Mesela bu dünyanın köreş meydanı dedik. Jangsi bekap. Qarab baqsaq Xitoyda javuzchilar shunday yo'g'on kuchli ko'rinadi ko'rinishda. Biz aciz olg'achqa u kuchli ko'rinadi. Eğer biz kuchli olsak o aciz görünetdi. O bir izafi mesele. Xitoy kuchayib ketdi degan, o bizga ko'ra kuchli. Allohga ko'ra emas. Shuning uchun bu jang maydoni
Biz Xitoyga qarshi urush qilamiz, kuchli bo'lsa-mu, Allohga tayanib turib urush qilamiz. Nima uchun qilamiz bu ig'ir urushni? Alloh rozi bo'lsin deb qilamiz. Qilmasak nima bo'ladi? Alloh xafa bo'lib qoladi. Kang, munbat, hamma narsaga yetarlik darajada mahsulot berilgan kang bir zaminni ona vatan qilib ajdodimizga bersa, biz avlod sifatida bir musulmon tuproqni va'da qo'g'dab qolamay Xitoyga berversak, Allohning emr farmoniga osi bo'lgan bo'lamiz. Bir qarich musulmon tuprog'i dushman tarafdan ishg'ol qilinsa, uni butun musulmonlar qarshi jihad qiladi, urush qiladi, tuprog'ini tatib oladi degan shariatning hukmiga ko'ra xilop ish qilgan bo'lamiz, xato ish qilgan bo'lamiz. Shuning uchun bu nuqtada Allohga qarshi hushyor bo'linglar degan gap, masalan biz birinchi nuqtada mening bu dunyoga kelishdagi maqsadim Allohni rozi qilishdi. Ammo hozir vatan ishg'olga tushib qoldi. Bu qanday rozi qilaman men bu vatan ishg'ol ostida tursa? Bu nima qilsam bakovlab ketib qolsa? Bu birinchi qiladigan ish iymon aytgandan keyin zot Alloh ba'di iymon aytganlar deb kitob qilyotdi. Iymon aytgandan keyin birinchi numurlik qiladigan ish vatanning mustaqilligini asliga keltirishga, tajovuzchilarni qo'g'lab chiqarishga. Buni qilmasam bo'lmaydi ekan, qanday qilaman deb mushaqqa bek hushyor bo'linglar. G'aflat kuchib qolmanglar. G'aflat kuchsanglar shayton kelib azdiradi. Nima deydi? Bu ishni sen yolg'iz qila olamdi. Bu Uyg'urlar shunda ojiz tursa, Sharqiy Turkiston xalqi ojiz tursa, dunyoning hech qanday yeridan yordam kelmaydigan tursa, bu mumkin emas bu dunyoning qonuni bo'yicha deb nafsimiz va shayton birlashib bizni g'aflatga tortadi. Yat, bir ish qilma, uxla deydigan yerga tortadi. Mushunda yoki kelgan vaqtda Alloh haqida hushyor bo'lib, yo'q. Bu vaqtda Alloh nima deydi? Alloh nima deb buyruq berdi bu vaqtda? Allah bu dünyanın can meydanı dedi, köreş meydanı dedi. Vatanın işgal ostiga tushib qolsa, uni qarashtirib olsa dedi. Undan keyin men kuchim yetsin, yetmasin, bu haqda umrimni o'tkazishim lozim. Mayli g'alaba qilay, qilmay, Allohning buyrug'i mushu bo'lgandan keyin umrimni, mol mulkimni, qo'limdan kelgan kuchni nima bo'lsa, qo'limdan kelganini qilish orqali umrimni mushunda o'tkazishim lozim. Birinci maqsadim Allah'ını razı qilishim lozim deb Allah haqida bek hushyor bo'linglar deydi. Chunki Allah'ını qozonsak, Allah'ning roziligini qozonsak, hamma narsamiz bitadi dunyo va oxiratda, hamma narsamiz bitadi. Allah'ning g'azabiga uchrasak, dunyo va oxiratda hamma narsadan mahrum qolamiz. Shuning uchun birinchi numurlik tugun bizning baxtli bo'lishimiz va baxtsiz bo'lishimiz Allohga bog'liq. Unda bo'lgandan keyin bizning ishimizni hal qiladigan birinchi faktor, birinchi omil Alloh bo'lgandan keyin, u olamlarning Rabbi, butun insoniyatning Rabbi, butun davlatlarning Rabbi, butun kuchning, butun qudratning Rabbi bo'lgan Alloh bo'lgandan keyin, biz o Allohga iymon etgan insonlar bo'lgandan keyin, biz o Alloh haqida hushyor bo'lmasak qat'iy bo'lmaydi. G'aflatga tushib qolsak qat'iy bo'lmaydi. Shuning uchun birinchi o'lchimimiz mush ishni qilsam, mush gapni desam, Alloh rozi bo'lamdi, bo'lmamdi degan haqida hushyor bo'linglar. Ikkinchisi vaqulu qavlan sadida, gap qilgan vaqtingda sadid gaplarni qilinglar. Sadid degan hamda buni nayt mustahkam, to'g'ri, rostchil, ravrus deb tarjima qilamiz. Ama sadidning lug'atdagi ma'nosi sad yiltizidan chiqadi. Sad. Mavalqa. Davlatni qo'g'dash uchun shaharning atrofiga sipil so'qimizga dushmandan qo'g'dash uchun shu sipilni sad deydi. İskandar Zulqarnaynning Bayna Saddaynga kelgan vaqtida Abu Xaqqa Yajuj Majuj qarshi qurib bergan Radmining atini Qur'onda sad deb chiqadi. Dushmanga qarshi, dushmandan qutuladigan qo'rg'onni sad deyiladi.
Endi bu yerda qavli sadid nima degan gap? Bu qo'rg'on so'z degan nima degan gap desa, qarindoshlar. U gap ham rost bo'lishi lozim. Qilgan gapimiz ham rost bo'lishi lozim. Ham fitnadan qo'g'daydigan bo'lishi lozim. Gapni qildim deb balki yerim gapini qilib, xato gapini qilib, xato talaffuzini qilib yursak, fitna chiqarib yetadi. Yoki chiqqan fitnani to'sab qololmaydi. Shuning uchun biz Alloh rizosi deb yo'lga chiqqan insonlar gap qilgan vaqtimizda gapni nayt jinglab beqib, mushu o'rinda mushu gapni qilsam to'g'ri bo'lamdi, bo'lmamdi. Mushu vaqtda mushu gapni qilsam to'g'ri bo'lamdi, bo'lmamdi. Mushu gapni qilsam fitna chiqamdi, chiqmamdi. Yoki bu gapni qilsam maqsaddan fitnani to'salamdi, to'samamdi degandek to'salaydigan bizga va bizning manfaatimizga qo'rg'on bo'la oladigan gaplarni qilishimiz lozim. Manfaatimizni mudofaa qiladigan, Alloh rizosini qo'lga keltirishimizga yordamchi bo'ladigan, Allohning g'azabiga uchrashdan bizni mudofaa qiladigan gaplarni qilishimiz lozim. Buning ismi qavli sadid deymiz. Endi misol berishga to'g'ri kelsa, qarindoshlar, qavli sadid qanday bo'ladi degan vaqtda misol berishga to'g'ri kelsa, insonlar bilan muomala qilgan vaqtimizdami, to'g'ri gapni qilamiz. Bu bek tushunishlik. Masalan, bir odamning haqqini olib olgan bo'lsa, ma odamning haqqini olib oldi, ma haqliq, ma haqsiz deb to'g'ri guvohlik beramiz. Bu inson shaxs orasida bu asan tushuniladigan bir gap. Ammo bu qavli sadid bizga o'xshash xalqi davlatini tartibizib qo'ygan, davlat ishg'ol ostidagi insonlar uchun buningdagi hozirgi butunlay manfaat ustiga qurilgan media, manfaat ustiga qurilgan siyosiy maydonga chiqqan vaqtimizda qanday nima gap qilish haqida qavli sadid gap qilish uncha oson bo'lmaydi. Ma gapni desa, bijanga tegib ketib qolgan, bijandan ziyon chiqayotgan, ya'ni o'zimizga ziyon chiqib. Mushundaq ahvol ostida his tuyg'uga berilib emas, har qanday bir kalimani tanlagan vaqtimizda, bir gapni so'z qilgan vaqtimizda, mush gap bizning manfaatimizga uyg'unmi, uyg'un emasmi? Bu manfaatni deb deganimiz bilan boshqa yerdan ziyon kelamdi, kelmamdi. Deb az ziyonni to'sab qoladigan, ziyon kelishga qo'rg'on bo'ladigan gaplarni qilishimiz lozim. Masalan, yana bir misol versak, masalan, sizlar qayerdan Xitoy zulm qilyapti, u bu desa, Xitoy qo'yib bergan ismini deb o'ltirish qavli sadid emas. Men to'g'ri gapni qildim, Xitoyning zulmini anglatdim, Xitoyning bo'zga ketganligini anglatdim deb zulmni anglatish jarayonida vatanning ismini Xitoy qo'yib bergan ismi bilan deyilsa, va to'g'ri gap qilmagan bo'lmaydi. Xitoyning sharqiy shimoliga joylashgan deb Xitoyning deb egalik huquqni Xitoyga berib etib turib gap qilishlar qavli sadid bo'lmaydi. Anandagi vatanning ismini atgan vaqtda, masalan, Sharqiy Turkiston deb aniq atishimiz lozim. Boshqa ismlar bilan atsak bo'lmaydi. Nima uchun? Boshqa hozir masalan, haq so'zlash bo'lgandan keyin haq degan qanday yerda so'zlandi? Mahkamada so'zlandi-ku. Masalan, Sharqiy Turkiston bir mahkamaga tushdi deylik. Yoki biz Sharqiy Turkiston davosini bir mahkamaga berdik. Bu mahkama bizni chaqadi. Chaqagandan keyin dedikki, sizning davlatingning ismi nima edi degan vaqtda Sharqiy Turkiston deymiz. Nima uchun shunday deymiz? Chunki Xitoy tajovuzchilari kelib vatanni bosgan vaqtda davlatimizning ismi nima edi? Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti edi. Şu Sharqiy Turkiston Cumhuriyetini bosgan Xitoy hozir dunyoda bormi? Bor. Şu davlat bormi? Bor. Xitoy Cumhuriyeti 1949-yil qurilgan bo'lsa, Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti 1944-yil qurilgan. Baldu qurilib bo'lgan bir davlatni, keyin qurilgan bir davlat, keyin kelgan bir hokimiyat kelib besib oldi bu paket. Bundaq degan vaqtimizda tarixga
qarab baqqan vaqtda mahkama to'g'ri ekan deydi. Bizning statement to'g'ri qavli sadid hisoblanadi. Agar undaq demay, qaysi davlating buni Xitoy besib olganti desa, masalan Yoqub bek qo'ygan Qashqariyani deydi deb Qashqariyani besib oldi desak, u Qashqariyani besib olgan manchu Chinxandonlik hozir yo'q-ki. Dünya siyasi sahnasida yo'q. Ya'ni jinoyatchi yo'q. Qashqariyani besib oldi desak, garchi Qashqariya degan bir davlatning qurilganligi rost. Sharqiy Turkistonning burun qismi Qashqariya davlati Yoqub bek vaqtida. Ammo uni besib olgan u davlat, u jinoyatchi yo'q. Jinoyatchi bo'lmasa da'vo tushadi. Davom qilmaydi da'vo. Yoki bo'lmasa Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti qurdik biz deb 33-yildagi qurgan Cumhuriyetimizni desak, umma aqmaydi. Nima uchun? O Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyetini tajovuz qilib elib olgan Gomindan hokimiyati yo'q hozir. Hokimiyat beshida yo'q. Gomindan partiyasi bo'lsa-mu Tayvanda Xitoy degan yerda Gomindan deydigan bir kuch yo'q. Bu yerda yana jinoyatchi yo'q. Uni da'vo qilmaymiz. Şunun o'xshagan ko'k turklarningki yo boshqa Uyg'ur davlatlarining ismini deb baqsaqmi, u chaqdisda davlatimizni vayron qilayotgan jinoyatchilar yo'q. Faqatlam aqıdığını şu Sharqiy Turkiston ismi. Chunki Sharqiy Turkistonni besib olgan Xitoy tajovuzchilari hozir siyosiy sahnada bor, jinoyatchi o'tirdi bor. Anandaki mazlum zulmga uchiruvchilar, da'vogarlarmi o'tirdi bor biz mana. Unda bo'lgankim bu da'vo ma'nodu. Bunda bo'lgankim bu haqda biz shunda gap qilgan vaqt siyosiy maydonda Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti deb to'g'ri gapni qilgan vaqtimizda buni ismi qavli sadid bo'ladi. Bo'lmasa alqi gapim bor deb da'vagan bilan to'g'rida ko'ringan bilan alqi mushni ayonga assaq u tegmay ayonga o'tib ketaversa, havo quruq mushataversak, buni ismi qavli sadid bo'lmaydi. Shuning uchun mush siyosiy maydonga chiqqan vaqtidami gapni to'g'ri qilishimiz lozim. Yoki bo'lmasa boshqa bir gapni qilsak, masalan Xitoyning zulm qilganligini dedik. Unda zulm qilib ketdi, bunda zulm qilib ketdi, yerimizni tatib oldi, uni qildi, buni qildi dedik. Ammo boshqa bir mazlumga kelgan vaqtda uning ta'tirisidan chiqsak, o'zimizga kelganda to'g'rini deb, boshqalar kelgan vaqtda ta'tirisidan chiqsak, bu qavli sadid bo'lmaydi. Chunki bir damda oldimizni to'sab qo'ydi. Miyada sizninki masalanlarga kelgan vaqtda mandaq daqtinglar, mamaslik kelgan vaqtda mandaq deydiganlar ta'ti bo'lib qoldi deb insonni xaf qiladi. Axloqiy jihatdan, vijdoniy jihatdan, mantiqiy jihatdan insonni xaf qiladigan ish chiqadi. Shuning uchun gap qilgan vaqtimizda qavli sadid deymiz, bo'lmasa jim to'saq bo'laveradi. Shuning uchun Alloh haqida bek hushyor bo'lsalar, gap qilgan vaqtda sadid, qo'rg'on bo'lib, o'zingni qo'g'day oladigan, o'z manfaatingni qo'g'day oladigan, boshqalarga zarar vermaydigan, nayt mustahkam, 1000 yil o'tib ketsa-mu, o'xshash xalqi qimmatini yo'qotmaydigan to'g'ri gaplarni qilsalar deydi. Unda qilsang nima bo'ladi? Yuslihlakum a'malukum. U chaqda sizlarning amallaringlarni Alloh isloh qilib beradi. Amallaringni solih amalga aylantirib beradi. Solih amal degan nima qarindoshlar? Solih degan fa'il vaznida sulh yildizidan chiqadi. Sulh degan ikki tarafda bo'ladi-ku. İki taraf sulh qiladi, bir taraf bu sulh degan olmaydi ne. Shuning uchun solih amalda ikki taraf bor. Birisi inson taraf, birisi g'oya taraf yoki ehtiyoj taraf. Masalan inson, masalan solih amal desak, Sharqiy Turkiston masalasi haqida bir Uyg'ur yoki bir Sharqiy Turkiston fuqarosi qanday qilsa solih amal qilgan bo'ladi desa, bir niyatimiz bek yüksek bo'lishi lozim. Allah rızası uchun ish qiladigan, Allah rızasını birinchi o'ringa qo'yadigan bo'lishimiz lozim. Ondan keyin ikkinchi, ondan keyin o'zimizningki maqomini bilishimiz lozim. Men insonni Alloh bu dunyoga xalif qilib yaratgan, shu xalif qilib yaratgan insonning avlodiman. Unda bo'lgandan keyin bu dünyani boshqarish insonning haqqi.
İnsan bulapmı Allah'a işinadiganlarning haqqi. Men Allah'a işengandan keyin, unda bo'lgandan keyin men u vatanimni berib qo'yish emas, u vatanni o'zim boshqarishim lozim. Deb o'zimizning maqomini bilib, yuksak darajada nishon tuzalaydigan, himmati yuqori, oliy janob bo'lishi lozim. Yaxshi ish qilgan odam. Anandan keyin yana birisi ehtiyojimiz mos kelishi lozim mas'uliga. Mesela Sharqiy Turkistonning mustaqilligiga nimalarga ehtiyojimiz bor degan vaqtimizda, mesela Sharqiy Turkistonning mustaqilligiga tushunishlik uchun kichik misollar beryaptimi? Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun $1000 ketadi deb taqsim qilsak, $1000 ozod bo'ladi desak. Ama biz millat sifatida chiqargan pulimiz $10 yo $100 bo'lib qolsa, ehtiyojimiz bilan bizning ma qilgan himmetimiz mos kelmagachga bu salih amalga kirmaydi. Salih amal bo'lish uchun niyat durust bo'lish lozim, g'oya durust bo'lish lozim. Ankin biz qo'limizdan kelganini qilishimiz lozim. Ankin ehtiyojga qilgan ishimiz mos kelishi lozim. Masalan, dushman 10 kiloluk kuch bilan ursak yiqiladigan bo'lib qolsa, biz 9 kilo kuch bilan urib qolsak, o salih amalga kirmaydi. Çünkü yaramaydı o vədə. Salih əməl degan yaramlıq iş degan gap. Salih əməl yaramlıq iş. Şun qılıvatqan işimiz g'oyimizga ko'ra bir ishga yaravatqan bo'lsa, buning ismi salih amal. U yaramagan bo'lsa, salih amalga kirmaydi. Faqatlam Allah bu nuqtada insonning qo'lidan kelmaydigan, taqat yetmaydigan ishlarga Allah taklif qilmaydi deydi-ku. Bir shaxsiy nuqtadan aytgan vaqtda bir shaxsning Sharqiy Turkistonni ozod qilish kuchi bo'lmaydi. Ama bir millet nuqtasidan aytgan vaqtda bo'ladi. Masalan, Sharqiy Turkiston xalqining hammamiz Allah degan yerga kelib kuchimizni birlashtirgan vaqtimizda Sharqiy Turkistonning mustaqilligi %100 mumkin. Tamamen qilib bo'ladigan ish. Ammo buni himmatimizning tuvalligidan, irodamizning ojizligidan, vizyonimizning tuvalligidan Xitoyning kuchini ko'rib ketib, qo'rqib ketib, axloqsizlik qilib, u bulunga bu bulunga tugilib olishlarimizdan agar bu ish kuchimiz yetmagan bo'lsa, bu o'zimizning gunohi. Qo'limizdan kelganini qilmaganlik bo'ladi bu. Qo'limizdan kelganini qilmaganligimiz uchun, irodamizni ish qilmaganligimiz uchun bu o'zimizning gunohi bo'ladi. Şunun için qarindoshlar, qilgan amallarimiz salih amal bo'lmasa nima bo'ladi andan keyin? Bo'lmasa ishimizda barakat bo'lmaydi. Chunki qalbi qilishning sharti iymon etish va salih amal qilish. Iymon va salih amal g'alabaga olib bizda iymon qancha jiq iymon bo'lib ketsin, agar salih amal kamchil bo'lib qolsa, shart hozirlanmagandan keyin u bo'lmaydi. Mesela ben desem, öyge kelsizler, sizge ben bir paklan suyap kavap itip biray desem, ma adamның üyemge kilişini, paklan suyaşını adamның kilişini şart koştum. Kelsen paklanını suyman de. Kimimiz için soymayım onu. Şunun qoşğan, Allah miyada şart koşavutudu. Allah hakkında bek huşar bulursiz, kavli sedid sözleysiz, iman etsiz, salih amel kılırsız, anandakin Allah emellerinizni salihga o'zgartib turadi deydi. Shunda biz Sharqiy Turkiston xalqi qilgan ishimiz salih bo'lsin desa, qarindoshlar, himmatimizni yuqori tutishimiz lozim, irodamizni qo'llanish orqali ishimizga, gapimizga bir nizam, intizom berishimiz lozim. Gap qilgan vaqtimizda o'ylab gap qiladigan, ish qilgan vaqtimizda o'ylab ish qiladigan bo'lish lazım. Ve yaghfir lakum zunubakum. Yana Allah bu çağda sizlarning gunohlaringizni mag'firat qiladi. Qarindoshlar, zunub degan zamb. Dilda arabchada shu zambning ko'pligi zunub. Zunub degan ay shu inson o'lgan vaqtidami hech nim bo'lmay hayot qoladigan quyruq sunki vaqo Peygamber Aleyhisselam hadisda degan. İnson o'lgandan keyin hamma yeri sesib tugaydi, faqat shu quyruq atrofida kichik bir so'nak va shu sesimaydi degan.
Aşı zand bilan mush günah o'xshash yıldızdan chiqadi, o'xshash kelime. İnsan o'lgan vaqtida hamma yeri sesib, shu birlam kichik so'ngak sesimagandek, insan günah qilgan vaqtida bu ilahiy rekord bilan rekord qilinadi. Bu ilahiy rekord Allah o'zi yo'q qilib etmasa, hech kim yo'q qilolmaydi. Shuning uchun günahni zamb deyiladi. Şu bizning gunohlarimiz butunlay aşu ilahiy bir rekorddan rekord qilinib qo'ygandan keyin u gunohlarimiz bizning dunyoga qilgan amallarimizga aks ta'sir beradi. Gunohi jiq odam yaxshi ishni obdan qilolmaydi. Yaxshi ish qilish uchun gunohi oz odam, gunohi yo'q odam bo'lmaydi bu dunyoda. Gunohi eng oz odam eng mukammal ish qiladi bu dunyoda. Shuning uchun biz gunohimizni azaytishga tirishimiz lozim. Allah'ın mağfiret kılışını tilep istig'for etişimiz lazım. Bular bu Ramazonda Allah bizden ey bandalarim günahlarını mağfiret kılma deb bizden talep kılıvatkan bir fursatda. Meyli şahsi günahlarımız olsun, meyli milletinin günahı olsun. Ramazonda hazır ahirleşey deb kılıp bular bu ahirki 10 günde bek yalvereyli qarindoshlar Allah'a. Bizning günahimizdan mağfiret buluşga, ata-onamizning gunohlarining mağfiret buluşga, milletning gunohimizdan mağfiret buluşga Allah tilayli, Allah mağfiret qilib yetib qolsa, men yukdan qutulamiz. Mağfiret yıldızdan mağfiretni bilamiz-ku. Urushda bunda mağfiret tutulsa, xalqning qurollari ta'sir ko'rsatmaydi. Allah mağfiret qilgan vaqtida Allahning mağfirati mağfar bo'lib, gunohimizdagi eks ta'siridan qutulib qolamiz. Bazı günahlarımız yaxshi ishni qilib qo'ymaydi. Günahlarımız tövbe qilib qo'ymaydi, günahlarımız ibadet qilib qo'ymaydi, günahlarımız dua qilib qo'ymaydi. Günahlarımız her ishni to'sqinlik qilib, yaxshi ishning hammasiga to'sqinlik qiladi. Agar bu günahlarımızda Allah'a tövbe qilib, istig'for etib, Allohdan bu kechirim ola olsak, Allah benden mağfiret qilib etdim deb qolsa, Allah'ning mağfirati mağfir shaklida kelib, günahlarımızdan bizga beradigan yomon ta'siridan bizni qutuldirib qoladi. Ya'ni ishimizdagi zaharidan o'zimizni qutuldirib bilamiz tövbe ve istig'for orqali. Shuning uchun Allah nima deydi? Yag'fir lakum zunubakum, gunohlaringlarni mag'firat qiladi. Allohning rahmati mag'fir shaklidagi gunohlaringlarning sharridan sizni qutuldirib qo'ydi deydi. Oxirisi nima deydi? Va man yuti'illaha va rasulahu faqad faza fawzan azima. Allah'a itaat kılgan ve Allah'ın Resulü'ne itaat kılgan kişi var o. Hakiki galiba kılgan kişi manım şu değil. Hakiki galiba kılgan ya kıldıran kişi manım şu. Bunda boğandakin biz itaat kılış doğru gelse Allah ve Resulü'ne itaat kılsak yeterli qarindoshlar. Çünkü başka adamga qancha yo'g'on ko'rinib ketgan bilan hamma odamning o'ziga tushliq gunohi bo'ladi. Bazı insanlar bazı vaqtda yaxshi to'g'an bilan keyingi zamonlarda o'zgarib ketadigan insonlar bo'ladi. Masalan, tungi suhbatda Bal'om ibn Ba'uraning gapi chiqdi. O'z vaqtida shu payg'ambarlik maqomiga yetkidek darajadagi yo'g'on taqvo muttaqi inson Allah ve Allah'ın Resulü'nü ko'zga ilmay, emri farmonlarini, oyatlarini ko'zga ilmagandan keyin yo'ldan chiqib ketdi-ku. Shunga o'xshash bo'ladi. Allah ve Allah'ın Resulü ishonchlik. Allah'ın peygamberi ma'sum bo'lg'ach ishonchlik. Ammo uningdan boshqa har qanday inson Alloh bo'lib ketsin, avliyo, vali bo'lib ketsin, hozir ko'rinish to'g'ri bo'lgan bilan keyingi zamonlarda ezib ketishi mumkin. Shuning uchun bizga o'rnak sifatida Muhammed Aleyhisselam yetib oshadi. Muhammed Aleyhisselam to'g'ri so'zlaydi. Chunki u Allohning kalomini so'zlaydi. Allohning vahiy bilan so'zlaydi. Allohning ilhomi bilan so'zlaydi. Allohning yo'l yo'riqi bilan so'zlaydi. Unda bo'lgandan keyin bizga Muhammed Aleyhisselam rahbar sifatida yetib eshib ketadi. Shuning uchun Allohga va Allohning Rasuliga itoat qilaylik qarindoshlar. Himmetimizni yüksek tutaylı, gayemizni yüksek tutaylı, irademizni qo'llanayli. Bu dunyoda bir edem bo'lgandan edemdek yaşap, edemdek bir ishlarni qilib, edemdek bir muvaffaqiyatlarni qozonib dunyodan ketayli. Yüzümüz bu dunyoda mı, ahiretde mi ak bo'lsin. Allah bizlarni yüzü aqlardan qilib etsin. Allah bizlarni Allah'a itoat qilgan ve Rasuliga itoat qilganlardan qilib etsin. Allah bizlarni Allah'a bende oluşqa nasip olsun.
Peygamber Aleyhisselam'a ümmet oluşu nasip olsun. Yaşayan müddetçe İslamiyet'ten, ölüdüğün çağımızda tövbe ve imandan ayrılmasın. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.